بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرت فطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا الرجال قوامون على النساء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, ayalların eng bir yaxshisi bir ayal agar qarasang seni suyun turib tursa, ayalinga qarasang shu rozi bo'lib tursa, bunday aytganda ayaling sana qovog'ini ochib, yuzini ochib, qovog'ini salvay qarab tursa, eng bir yaxshi ayal o'shol deydi. Agar kuyov birdekani buyursa, o'sha buyrug'ini bashiysa, agar bir yoqqa safarga ketsa, al ayal o'sha kuyovning molini isrof qilmay, xiyonat qilmay saqlasa, o'z nafsini da saqlasa, eng bir ayaldan yaxshisi shunday ayallar bo'ladi. Negizi Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib qo'ygan: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa." Bu erkak kishilar ayallarning ustidan quvvatli bo'lib turadi. Ya'ni ayalning tushugi, uy bilan tushugi barlig'i erkakning mo'ynida. Ayallarga qaraganda erkaklarning huquqi zo'r, kuchida zo'r. O'sha ayal jo'nida bu erkaklar qiyomat kuni javob beradi. Bu erkak o'sha ayalni tarbiyalash kerak. Qiyomat kuni qanday tarbiyalagan, o'shaning uchun javob beradi deydi. Onasi Moliga aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, ayal kishi agar 5 vaqt namozni o'qisa, bir yilda bir oy ro'zasini qarmasa, o'zini denesini kuyovga xiyonat qilmay saqlasa, kuyovni bashiysa, beshikdan barliq eshiklar ochiq deydi. Xohlagan beshikdan, xohlagan eshikdan kirib ketaversin deydi. Yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Al-mar'atu salihatu khayrun min alfi rajulin ghayri salihin." Bir ayal soliha bo'lib, toza bo'lsa, taqvoli bo'lsa, 1000 erkakdan da misali taqvoli emas 1000 erkakdan o'shal ayal Alloh taoloning aslida yaxshiroq, darajasi yuqoriroq bo'ladi deydi. Va ayyumu imratin khadimat zawjaha sab'ata ayamin ughliqa laha sab'ata abwabin nar. Qaysi bir ayal kuyovsini ixlos bilan, hurmat bilan, sevgi bilan 7 kun xizmat qilsa, agar 7 dozoqning eshigi bekiladi. 8 beshikning eshigi ochiladi deydi. Anan o'sha eshiklardan xohlagan eshikdan beshikka kirib ketadi, hisobsiz, kitobsiz, hech qanday hisob qilinmay beshikka kirib ketadigan. O'qiyanlar roziyallohu fi ahdin nabiy alayhi vasallam xaraja g'aziyan faqala li imratihi la takhruji min hadhihi al-bayt. Murda Rasululloh sallallohu zamanida bir kishi bir so'g'ishga ketib, ayolni aytgan ekan: "Sen shu uydan chiqmaysan. Men shu so'g'ishdan qaytib kelguncha uydan chiqmay o'tirgin" degan ekan. Keyin o'sha uchurda ayolning otasi o'rib qoladi ekan. Ayol Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir elchi jo'natib, "Ruxsat bersangiz men otamni borib qarab kelsam, biroq kuyovim chiqmag'in" deb aytib ketgan edi desa, Payg'ambar o'zi aytgan ekan: "Kuyoving o'shanday degan bo'lsa, kuyovingning amrini tutqin, kuyovingga boshiga chiqmag'in" debdir. Shunday bo'lib, qancha jo'li qizning otasidan xabar keladi, kelsin deb, bu qizda bu ayolda Payg'ambarimizga qancha jo'li odam jo'natib chiqaveraymi deb Payg'ambarimiz taqir ruxsat berib qo'ygan ekan. Ering shunday deb tayinlab ketgan bo'lsa, eringdan buyrug'ini chiqar, eringga bashigin deb. Shunday boyaga ayol kuyovining amrini tutib, uydan chiqmay otasida o'lib ketgan ekan. Otasini ko'rmay qolib ketgan ekan. Kuyovining uyida sabr qilib o'tiravergan ekan, shu kuyov kelguncha. Kuyov kelgandan keyin anan Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy to'rali xabar bergan ekan. O'shal ayol kuyovsini boshi yeganligi uchun bit barliq gunohlarini Alloh taolo kechirdi deb Payg'ambarimizga Alloh taolodan vahiy kelgan ekanda. Qala sallallohu alayhi vasallam: "Iza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha kataballohu laha alf hasana." Janob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, agar ayol kuyovsining kiyimini juvsa, Alloh taolo o'shal ayolga 1000 yaxshilik savob to'rjazat debdir. 1000 degan gunohlarini o'chiradi. Jana o'shal ayolga shu kun kiyib turgan narsa, daraxt bor, tosh bor, suv bor, jandar bor, jonivor bor, shular barlig'i o'shal ayolga istig'for aytadigan. Jana o'sha ayolning darajasi 5 ta 1000 daraja ko'tarilgan.
ayol degan kuyovini xizmat qilsa, shunday darajalarga savoblarga ega bo'layotganda. Ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu annahu qala Rasululloh sallam ayyuma imratin azaba zawjaha bil sana fa hiya fi la'natillahi wa sakhatihi wa la'natil malaikati wan nas ajma'in. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, qaysi bir ayol kuyovisini azob bersa, tili bilan qarg'ab, jijama so'z aytib kuyovisini azob bersa, o'shal ayolga Alloh taolodan la'nat aytadi, farishtalar la'nat aytadi, barcha odamlar la'nat bo'ladi, Alloh taoloning g'azabi ochuvda bo'ladi dedi o'sha ayolga. Usmon radhiyallohu anhu qala samit Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min imra'atin qala li zawjiha ma ra'aytu minka khayran illa ahbatallohu amala 70 sanatan va la kanat tasumu nahara wa taqumul layl. Janob Payg'ambarimiz aytgan, qaysi bir ayol kuyovisini aytsa, men senin hech bir yaxshilik ko'rmay qo'ydim, yaxshilikni bilmayman, yaxshilikni ko'rmadim desa, o'shol so'zi uchun Alloh taolo boya ayoldan 70 yillik ta'dibodat kuygizib yuborgan. Shu 70 yilning ichida tuni kun namoz o'qib, tuni kun ro'za qarab yurgan bo'lsa-da, bari kuyib ketayotganda. Abdurrahmon ibn Avf qala sami Rasululloh sallam yaqul ayyuma imratin dakhalat ala zawjiha al-ghamma fi nafaqati aw kallafatu ma la yutiquhu la yaqbalu Alloh minha sarafan wa la adlan. Janob Payg'ambar sallam aytgan, qaysi bir ayol kuyovisining yuragini bir qayg'i kirgizsa, nafaqa jonunda, o'sha kuyovining qo'lida jo'q narsalar talab qilib, kuyovining aqlini boshına bir kirgizsa, Alloh taolo o'sha ayoldan o'qgan farzlaridan nafillarni qabul qilib qo'yadi deydi. Abdurrahmon ibn Amr anhu qala sallallahu yaqulu la kana jami'u ma fil ardi zahaban wa fizatan wa hamalatu imra'atun ila bayti zawjiha. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan, agar shu yer yuzidagi barliq narsalar oltin kumush bo'lib, o'shalarning barlig'ini bir ayol kuyovisining uyini ko'tarib kelib, anan simiqtansa, mana shular barlig'i meniki, sen eshitgan yo'q deb simiqtansa, ahbatallohu amalaha. O'shal ayoldan but barliq amallarni savobdan tushirib yo'q qilavergan. Ayol qancha boy bo'lsa-da, tasini bazoq ko'tarib kelgan bo'lsa-da, kuyovga simiqtanib kuyovisidan jo'qori bo'lishligi to'g'ri kelmayotganda. Ibn Abbas qala Rasululloh sallam yaqulu ayyuma imra'atin kharajat min bayti zawjiha bighayri iznihi la'anaha kulli shay'in talat alayhi ash-shams. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan, qaysi bir ayol kuyovining uyidan, kuyovidan ruxsatsiz ishga chiqib ketsa, o'shal ayolga shu kun tiyib turgan, kun ko'rib turgan narsalarning barlig'i la'nat aytadigan. Qayra shu uyga kelib kirguncha-da. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ana qala sallallahu alayhi vasallam al-mar'atu iza kharajat min babi dariha muzayyanatan mu'attaratan bit-tayyib. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan, bir ayol misali o'zini qo'zlab, jasanib, atirlarni sevib uydan chiqib ketsa, kuyovi ayolin o'shol chiqib ketganligi uchun rozi bo'lsa, Alloh taolo o'shol kuyovi uchun shu ayolin har bir bosgan qadami uchun dozoqdan bir uy qurib qo'yadi deydi. Kuyov o'shonday ishlarga rozi bo'lish kerak emas ekan, ruxsat berish kerak emas ekan. Agar tek qo'ysa, bunday aytganda dayis bo'lib qoladganda. An Salman anhu qala dakhala Fatima radhiyallohu ta'ala anha ala Rasululloh sallam. Salman radhiyallohu anhu aytadi, Fatima enamiz bir kun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyiga kirdi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Fatima enamiz borib turib, ko'zdan yosh o'ylab yubordi. Tushda o'zgarib ketdi. Ana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Sana emna bo'ldi yo qizim?" dedi. Deganda Fatima aytdi, "Ya Rasululloh, meni bilan kuyovim Alining o'rtasida bugun kechqurun biroz talash tartish bo'lib, o'zimdan bir to'rama so'zlar chiqib ketib, Alini men qafa qilib oldim. Alining qafa bo'lganligini ko'rib, anan o'shol o'zimni qilgan ishimni, aytgan so'zimni o'kinib, pushaymon qilib, qayg'irib, g'am jeb, anan Hazrat Aliga jalvarib kechirim so'rab 7 jo'li tavof qilib aylandim" deydi. Aylanaverganimdan keyin tavof qilib, oxiran Hazrat Ali menga rozi bo'lib, betimga qarab kulib, roziligini bildirdi deydi. Men bo'lsa dag'ili qo'rqatam Alloh taoladan. Birli narozi bo'lib qolsa, kuchga roziligini bildirgan bo'lsa, ertaga qiyomat kuni qanday javob beraman deb
qo'rqqanligimdan dag'al iylayapman degan ekanda. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, men ant ichib aytaman, o qizim debdir. Agar o'sha Hazrat Alini rozi qilganingcha o'lib qolganingda, Ali senin razı bo'lmay qolganda, men senin janozangni o'qib aytilim degan ekanda. Mana bu kuyovni razı qilish shu darajagacha o'ta bir cho'ng gunohga jo'tatganda. Shu sebepten bu masalalarni ko'pincha ayollar bilish kerak ekan. Ayollar kuyovni mumkinchiligi bo'lishuncha razı qilish kerak ekanda. Ayollarga Allohning roziligi kuyovning roziligiga bog'lanishli ekan. Kuyov rozi bo'lsa, ham Alloh taolo rozi bo'latganda. Kuyov norozi bo'lsa, undan Alloh taolo da norozi bo'latgan. Oxirida